Assalomu alaykum hurmatli aziz insonlar. Mana biz Qozog'istonning Olmaota shahrida yuribmiz. Ko'chalarda mana bunday samolyotlarga ko'zimiz tushib qoladi. Ular yo'l chetlariga qo'yishadi. Bular onlayn orqali, ya'ni internet orqali ishlaydi. Mana bu yerda skaner qilinadigan moslamasi bor. Kimga kerak bo'lsa olib bemalol minib ketishingiz mumkin. Buni narxi kilometri 25 tangadan, ya'ni 1000 so'mdan to'g'ri keladi. Va borgan joyingizga avtobus bekatlarida ham samolyotlar qo'yilgan. Bemalol avtobusdan tushib samolyotlarga minib ketish mumkin. Skaner qilasizda kerakli joyga ketaverasiz. Va to'g'rilarda ham shunday tashlab ketishaveradi. Minib keldingizmi, ko'chaga qo'yasizda va ketaverasiz. Qo'llanib yurgan insonlarni ham ko'ryapsiz. Bemalol ko'chalarda aylanib uzog'ingizni yaqin qilish mumkin.